Assalomu alaykum hammaga. Kecha shu Texnicitida yangi aksiya bo'layotdi degan edi. Albatta bizga reklama bergan hammani biz kelib baribir yana bir ko'zimiz bilan ko'ramiz. Adashmasam mana shu qiz bilan shu bola beruvdi. Ketdik. Assalomu alaykum. Kecha reklamangizni ko'ruvdim. Siz bilan qanaqa aksiya bo'layotdi? 8-martga faqat. Xo'p, hozir bayram munosabati bilan bir nechta mashg'ulotlarimizga aksiya qo'yganmiz. Kelingizni ko'rsataman. Ha shu qiz ham bor edi oldingizda. Adashmasam. Keling siz ham. Obunachilarimizga. Samsungdan 17 modelimiz. 17 model. Xo'p, bular 24 oyiga 89 ming so'mdan chiqarib beramiz. Hammasi halol narsa savdoda. Bu yoqda kir mashinamiz bor. Bular ham 79 ming so'mdan attiga qarang. 79 ming. 24 oyga 79 ming. Хорошо. Faqat 8-martga. Faqat 8-martga ayollarimiz uchun spesial shunaqa chegirmalar qo'yib yuborganmiz. To'g'risini aytib, uydagilarga aytganmiz. Uydagilarimga birinchi o'chirib sразу yetkazdim. Olamiz endi. Bular xaridin, premyer xaridinligimiz. Bular ham 149 mingdan 24 oyga. Shuni olib turindi. Siz poyezd bilan baravara. Morozinik. Bular tegi xolodilnik ko'rib turganingizdek sifatli. Pastga xolodilniklardan qo'ymaganmiz. Bu esa klirga tushgan shkafimizdan ko'rinishi shunga o'xshash bo'ladi. Qon shkaflar, antreso. Bular Qancha narxi? 149 ming. Wow. Bunoyiga 149 ming. Qarang, bitta savol. Mana to'rtta narsadan bitta olib ketsak, qanchaga tushyapti? Da 416 ming so'mga to'rtta narsani birdaniga olib ketishim mumkin. To'g'rimi? Qalay hisoblanib 416 ming chiqdi. 416 ming to'rtta narsa. Ya'ni nima? Shkaf, xolodilnikimiz, telefon и bitta kir mashinkamiz bor. Full avtomat. Shular hammasi 416 ming. Voy, shu tash 500 mingga bormas ekan. Yana men obunachilarim kelib, mana shu narsani bering desa, qolmagan, bilmaymiz desa, unaqalar bo'lmaydi. Unaqalar bo'lmaydi. To'g'risi, chiroyli narxlarda chiroyli qilib qilib 8-martga jo'natib yuboramiz. Agar bo'lmasa qarangda, keyin mana shu eshikni o'tiraman. Kirmanglar deyman-da. Obunachilaringizga yana bitta bonus esa baraban, sovg'ali barabanimiz bor. Olgan mahsulotlarga qarab, o'sha baraban aylantirib yana bonusli bo'lsa bo'ladi. Qarang, mana shu baraban qayerda? Mana shu barabanga hech ishonmayman. Ko'pchilik baraban deganiga ishonmaydi. Mana masalan 4 ta oldik biz, masalan. Hammasi xolis bo'lsin. Ketdik. Bismillah deb boshlaymiz. Qani boshlaymiz. Ochamiz. Xohlasangiz o'zingizdan boshlaymiz. Yo'q. Men sizga ishonaman. Bo'ldi. Ana, bittasini oldik. Masalan 4 ta narsa olganmiz. 4 ta narsa oldim mana, masalan. Qara. Mana, soch dazmoli chiqdi menga. Ana, endi soch dazmolini bemalol olib ketishim mumkin. 4 ta narsani ustiga, ya'ni bular hammasi yutuqlar. Yutuqlar. Bu yerda 500 mingdan 5 milliongacha bor. Xolodilniklarimiz ham bor, xohlasangiz kelib. Endi omadiga bog'liq deb Men boshqa narsani demoqchiman, ko'pchiligi pustishka deb o'ylaydi-da. Men bitta joyga borganman, ichida hech nima chiqmaganda. O'sha uchun so'radim sizdan. Bo'ldi, yo'q, bizda unaqasi bo'lmagan. Bo'lmaydi ham to'g'risi. Har doim hammasi xursand qilib, mijozlarni jo'natib yuborganmiz. Xudo xolasa, sizdan ishlaringizga omad.